Assalomu alaykum. Men doktor Boboyev. Bugun sizlar bilan harakatlanganda boldir sohasida yuzaga keladigan og'riqlar, uning asosiy sabablari va qanday qilib davolash mumkin, shu haqida gaplashib o'tamiz. Demak, bunda bemor o'zim bo'laman. Xo'sh, boldir sohasida harakatlangan paytdagi og'riqlarning asosiy sababi katta va kichik boldir suyaklari orasidan o'tadigan kichik boldir nervining aynan shu suyaklar orasidagi payda qisilishi, ya'ni katta kichik boldir suyaklar o'rtasida boylam mavjud. Ushbu boylamning stabilligi buzilishi natijasida kichik boldir nervi qisilishidan og'riqlar kelib chiqadi. Bu boldirning tashqi yuzasida yoki bo'lmasa ichki yuzalarda ham va oyoq kaft sohasida ham og'riqlar ko'rinishida namoyon bo'ladi. Xo'sh, buning aynan shu nervdan og'riqlar kelib chiqyaptimi yo'qmi bilish uchun eng avvalo ikkita boldir suyagini bir-biriga yaqinlashtiramiz. Buni oddiy qo'l bilan ham yaqinlashtirsak bo'ladi. Qo'lingiz bilan xuddi shu holatda ikkita boldir suyagini, ya'ni bunda orientatsiya kichik boldir suyagining boshchasi bo'ladi. Bu kichik boldir suyagi boshchasi paypaslagan paytimizda tashqi tomonda bo'rtib turgan suyakni ko'ramiz. Aynan shu suyak kichik boldir suyagining boshchasi bo'ladi. Aynan shu sohadan ikkala qo'lni kafti bilan boldirni bir-biriga yaqinlashtiramiz. Agar xuddi shu holatda yaqinlashtirsangiz, boldir sohadagi og'riqlar yo'qoladigan bo'lsa, demak, og'riqning asosiy sababi aynan shu kichik boldir nervi hisoblanadi. Demak, buni qanday davolaymiz? Buning uchun qo'lingiz bilan kaftlarim bilan o'zaro boldir suyagini bir-biriga yaqinlashtirishimiz mumkin yoki bo'lmasam remen bilan yaqinlashtirib olsak bo'ladi. Demak, mana orientatsiya kichik boldir suyagining boshchasi bo'ladi. Shu sohada remen bilan qisib olamiz. Shu sohani remen bilan yaxshilab qattiq qisasiz. Bu paytda katta va kichik boldir suyaklar o'zaro yaqinlashadi va pay ochiladi. Xuddi shu holatda oyoq kaftini barmoqlarni tashqariga bukkan holatda tashqariga qarab itarasiz, tashqi tomonga qarab va qo'l kafti bilan qarshilik qilasiz. Ko'ryapsiz? Ya'ni, demak, ikkita boldir suyagini remen yordamida yaxshilab qisib yaqinlashtirib olamiz va oyoq kaftini tashqariga itaramiz va qo'limiz bilan qarshilik qilamiz. 10-15 sekund davomida xuddi shunday holatda ushlab turasiz. Keyin oyoq kaftni ichkariga qarab itarasiz va qo'l kafti bilan qarshilik qilasiz. Xuddi shu holat, shu mashqni 1-2 minut davomida bajarasiz. Bunda ushbu katta va kichik boldir suyaklar orasidagi pay mahkamlanadi, stabilligi oshadi va harakatlangan paytda kichik boldir nervini qismaydi. Natijada og'riqlar yo'qoladi. Agar sizda boldirning tashqi tomonida harakatlangan paytingizda boldirning tashqi sohasida og'riq bo'ladigan bo'lsa, demak, bu o'tirg'ish nervining, demak, boldirning uch boshli mushaklari orasida qisilishi natijasida kelib chiqqan bo'ladi. Demak, bunda ikkita holat farqlanadi. Ya'ni trigger nuqta, ya'ni og'riqli nuqta va fatsial ukorocheniya degan narsa bor. Agar ushbu boldirning orqasidagi og'riq oyog'ingizni buklaganingizda va oyoq kaftini ichkariga qarab ichkariga buklaganingizda og'riq kamaysa, bu trigger tochka, ya'ni trigger nuqta bo'ladi, og'riqli nuqta bo'ladi. Ya'ni biz oyog'imizni buklagan va kaftimizni buklagan holatda o'tirg'ish nervini, mushaklarni o'zaro bir-biriga yaqinlashtirdik va o'tirg'ish nervi ochiladigan bo'lsa, og'riq yo'qoladi. Ya'ni trigger tochka bo'ladi bunda. Og'riqli nuqtani xuddi shu holatda oyoqni buklagan va kaftdan ichkariga itargan holatda og'riqli nuqtani barmoqlar bilan massaj qilamiz. Qaysi sohada og'riq bo'lsa, xuddi shunday massaj qilib borasiz. Agar oyoqni buklaganda yoki kaftni ichkariga itargan holatda og'riq kamaymasa, aksincha og'riq kuchayadigan bo'lsa, bu fatsial ukorocheniya deydi. Bunda biz oyoqni yozamiz va oyoq kaftini ichkariga o'zimizga qarab tortamiz va og'riqli nuqtani paypaslaymiz. Agar shu holatda og'riq kamayadigan bo'lsa, bu fatsial ukorocheniya bo'ladi. Ya'ni mushak ustidagi fatsiyalarning yig'ilishi natijasida og'riq kelib chiqqan bo'ladi. Bunda oyoqni yozasiz va kaftni ichkariga o'zingizga tortasiz. Hamda og'riqli nuqtani birinchi qo'l bilan urib chiqasiz va qo'lni mush qilgan holatda yaxshilab dazmollaymiz mushakni. Qattiq holda bosgan holda dazmollaysiz. 1-2 minut davomida xuddi shunday dazmollaymiz. Og'riq nuqtaga urasiz va oyoqni yaxshilab dazmollaysiz. Bunda mushak ustidagi fatsiyalar tekisiladi va og'riqlar yo'q bo'ladi.
Agar harakatlanganingizda boldirning ichki sohasida og'riq kelib chiqadigan bo'lsa, bu katta ehtimol bilan old boldir mushagining og'rig'i hisoblanadi. Ya'ni bu old boldir mushagi katta boldir suyagining tugagan nuqtasida joylashgan bo'ladi. Demak, bu sohadagi og'riq ham yo trigger tochka hisobiga yoki fatsial укорочение hisobiga kelib chiqqan bo'ladi. Demak, buni farqlashimiz uchun, buni qaysi trigger tochka yoki fatsial укорочение ekanini bilishimiz uchun, demak, agar oyoqni buklagan va oyoq kafni ichkariga tortgan paytimizda og'riq kamayadigan bo'lsa, bu trigger tochka, ya'ni og'riqli nuqta bo'ladi. Bunda xuddi shu holatda og'riqli nuqtani yaxshilab massaj qilasiz. Qaysi sohada og'riq bo'lsa, massaj qilib chiqasiz. Natijada trigger tochka yo'qoladi, og'riqlar ketadi. Agar oyoqni buklagan va kafni ichkariga itargan paytingizda og'riq kuchaysa, bu fatsial укорочение hisobiga og'riq bo'ladi. Ya'ni mushak ustidagi fatsiya yig'ilishi hisobiga bo'ladi. Bunda oyoqni yozasiz va kafni tashqariga itargan holatda ushbu mushakka urib chiqasiz va qo'lni mush qilgan holda tekislab chiqasiz. Ya'ni mushak ustidagi fatsiyani tekislab chiqishimiz kerak bo'ladi. Bunda og'riq yo'qoladi. Endi ba'zi payt bo'ladi, boldirning old sohasida og'riq bo'ladi harakatlangan paytda. Bunda og'riqning asosiy sababi oyoq kafti suyaklarining siljishi hisobiga bu boldir nervlari qisilishidan kelib chiqadi. Bunda ushbu oyoq kafti ustida ikkita chuqurcha bo'ladi. Qo'limiz bilan paypaslaydigan bo'lsa, ikkita chuqurcha bo'ladi. Aynan shu chuqurcha sohasiga barmoqlarni chuqur kirgizasiz va kafni oldinga va orqaga qarab o'ynatasiz. Bunda suyaklar siljiydi va qisilgan nervlar ochiladi va oyoqning old sohasidagi og'riqlar yo'qoladi. Endi bo'lishi mumkin, boldir sohasidagi og'riqlar aynan tashqi to'piq yoki bo'lmasam ichki to'piqdagi mushak paylari hisobiga ham kelib chiqishi mumkin. Endi siz yuqorida aytganimizdek boldirni bir-biriga yaqinlashtirdingiz, boldir suyaklarini, og'riqlar yo'qolmadi. Lekin tashqi tomonda og'riq bor. U holatda siz tashqi to'piq sohasini qo'lingiz bilan yaxshilab massaj qilib chiqasiz. Ya'ni shu sohadagi paylar joylashgan bo'ladi. Ya'ni shu paylar orqali mushaklarning o'zi paylar o'tgan bo'ladi. Aynan shu boylamchalar funksiyasi buziladigan bo'lsa, u ham oyoqqa, boldirda og'riq berishi mumkin. Demak, bunda tashqi to'piqni massaj qilib chiqishimiz kerak bo'ladi. Mana tashqi to'piqni yaxshilab massaj qilib chiqasiz. Bu juda og'riqli bo'ladi, lekin massaj qilgan saringiz bu og'riqlar sekin kamayib boradi va paylar, ya'ni boylamlar ochilish hisobiga nervlar ochiladi va og'riqlar yo'qoladi. Yoki bo'lmasam, xuddi shunday ichki sohasida o'tadigan mushaklarning paylari ichki to'piq sohasidagi boylamlarda qisilishi mumkin. Bunda ichki to'piqni yaxshilab massaj qilib chiqasiz. Bu juda og'riqli bo'lishi mumkin, lekin massaj qilgan sari og'riqlar sekin-asta kamayadi, paylar ochiladi va boldirdagi og'riqlar yo'qoladi. Video sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'linglar.